Aka nech pul bo'ldi? 5000 bo'ldi. Men 9000 men beraman. Oling buni. Tush. O'lgirdim sanaqa puldorchadan. Vazira, onangnikdan qaytdingmi? Ey abboscha, muncha ko'p orqamdan yuraverasan. San qatorlarda ikkita bolasi bor. O'sha bolasi bor xotinlar vaqtiga rozi bo'lganda, senga o'xshab cho'zib yurmaganda. Ko'p orqamdan yuraverma, ukam kelib qoladi. Ukam kelib qolsa, buvinikiga kirib ketasan. Og'zingga qara. Ha, yolg'onmi? Faqat orqamdan yurganda ukam kelib qolganda uyingga qochib ketarding, buvingni yoniga. Ha, buni aytibsanmi? Azamatjon, yangangdan pul olmaysan. Abbos o'zi qarzing ko'payib ketgan, qachon berasan? Ishing bo'lmasin. Aytganniki tamom. Qancha bo'ldi? Boravering, yangi puli to'langan. Ey Abbos, o'zi qarzlaring ko'payib ketgan. Tayyor pulni beraman deb turgan edi. Men beraman deding. Buni yozib qo'y deyapsan. Qo'rqma Azamat, to'y o'tsin, sen uchun ham qasos olaman. Oo, didi ham chakka emas ekan, avqochalar zo'ridan uribdi-ku bu. Xo'sh, xizmat. Aka, 10-stolga o'tirgan qizimizdan hisob so'ramasanglar, o'zim to'layman. Bo'lajak keliningiz bo'ladi-da. Bo'ldi, hammasi tushunarli, his qilaman. Rahmat. Akajon, keliningizning shotini aytib boring. 2 million so'm. 2 million so'm? Nima edi bu shu holiga? Kelinimiz bu yoqda ovqat yedi. Bundan tashqari uyiga tadbiri bor ekan, salat, 2 paket kaboblarni qilib olib ketdi. Hozir katidan to'laymi yo naqmi? Siz xohlagan usulda. Qayin sevgan qiz uchun virchat qilinman-da. Bu tomonni ham, bu tomonni, mana bu yoqda. Qaysi tomon? Mana bu tomon. Bu tomon. Ha, yaxshi. Bo'ldi, bratan. Chotki. Ayoqda olinglar.